Bu joyda gaz o'chganini shaxsan o'zim eshitmaganman. Remontlari va sharoitlari zo'r. Yaxshi narxga 2 xonali kvartira topib bering deganlar uchun 67 kvadrat metrli xonadonimizda obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Hamma qulayliklari bor. 2 xonali kvartiramizni 3 xona qilishgan. Oshxonani balkonga olib chiqishgan. Oshxonani xonasini esa televizor ko'radigan yoki ovqatlanadigan zona uchun tayyorlashgan. Alohida joylashgan sanuzellari, mehmonxonasi va bitta yotoqxonasi mavjud. Barcha qulayliklarga ega, kommunikatsiyasida muammosi yo'q bo'lgan ushbu xonadonimizda duh kontini kotyollarini o'rnatib, alohida akfa romlarigacha almashtirib tashashibdi. Ko'rishlaring mumkin. Hamma qulayliklari, sharoitlari bor. Xullas, o'zingizga moslab, jihozlab olsangiz bas. Ushbu xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Ekraningizda turgan raqamlar bilan bog'lanib, egalari bilan bog'lanib, maslahat qilib, savdolashib, ustida baraka qilishlaring mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar Zakanalda bo'ldi, 195-dom 6-kvartira. Narxini esa egalari 35 ming dollarga baholashmoqda. Albatta savdolash mumkin. Bemalol kelib ko'rib baraka qilsalang bo'ladi. Remontlari esa zo'r holatda turibdi.